Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Salom ay. Kamerga qaytib kirganimda tamoq sovib qapti. Oldimda tamoq deb atamay bo'lmaydigan bir qacha suyuqliq va toshdek qatgan ikki mo'ma turadi. Qaynoq suvga biror quloq yesvelek, uvoq much silib, faqatla tuz silinmay etilgan bu tamoq Gundupayning tilida yesvelek sho'rpisi, mahbuslarning tilida azob sho'rpisi deyiladi. Qamoqqa mahkum bo'lgandan beri oldimga kelgan tamoqni bismillah deb tugitib yeyishga ko'ngan edim. Tamoqsiz ojizlab og'rib qolsam, olim texmu battar bo'ladi. Shunga menga qolgan bu tosh mo'ma va azob sho'rpisini azoblarni chandurmay o'ltirib, pak-pakiza yutib Kamirdagi chiroq o'chirilmaydigan kecha uzun edi. Shu kechasi texmi uzrab ketdi. Qamalgandan beri o'zimning Uyg'urlar haqida to'qilib kelayotgan bo'lgunchlik hikoyasidagi ko'ngildagidek personaj ekanligimni bilgan edim. Ular eng xavfsiraydigan ikki davlat, Turkiya va Amerikadan qaytib kelganligim meni mazkur hikoyadagi kuchli bosh qahramonga aylantirgan edi. Uyg'urning fuqarolik va Uyg'urlik huquqini Xitoy asosiy qonuni va avtonomiya qonunlariga asosan qo'g'dashni tashabbus qilganligim so'roqchilar va ularning xo'jayinlarining nazarida niqobim edi. Yaslim, leksiyalarim bilan ona tilni qo'g'dash qizg'inligi qo'zg'atqinim va kishilarda Uyg'urlik g'ururi o'yg'atqinim to'qib tayyor qilingan bu hikoyada jinoiy fakt bo'lishga yaraydi. Liu Davandaki so'roqlardan bayqadimki, Xitoy Uyg'urlardagi barliq norozilik harakatlarida Amerika boshchiligidagi G'arbning kuch ko'rsatayotganligiga ishonadigan. Ularcha G'arbda turadigan bir o'chum milliy bo'lgunchi unsur oq qorni farq etolmaydigan ommani aldab, aksiyatchil harakatlarga tashkillaydigan. Ulug' bovam qatnashgan 1933-yillarda Qashqardagi inqilobni Şingsay hökuməti Angliya, Şvetsiya və Yaponiyaga bağlab tutulğanlarını chet el jasusi deyishgan ekan. O'ylagancha xiyolim chigishishib, uyqum qachatdi. Ulug' bobomni tutqun qilg'uchi Şingsay hökuməti uning yo'liki Sovet ittifoqi edi. Sovetdan andiza olgan bugungi Xitoy hökuməti oradan 80 yil o'tib meni qamabdi. Xitoy kompartiyasi qo'lida barliq imkon turib, yana nima uchun Uyg'urlarni 1949-yildan buyon izchil shug'ullanayotgan norozilik, qarshilik va qurolliq harakatlardan tandirib, rozilar sepiga qo'shilmayotganligi to'g'risida o'ylashib boqmaydi, xatoliklarni e'tirof qilmaydi. Xitoy Uyg'urlarning islohot va yechitish siyosatining shafoati bilan memnuniyatga erishganligini, beyib paravan turmush kechirayotganligini tashviq qiladi. Ammo Xitoy shundoq davron qilgancha, qarshilik shuncha kuchayib, chet ellardagi Uyg'ur va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining ayblashlari keskinlashadi. Holbuki Xitoy bu ayblashlardan o'zida masala borligini e'tirof qilmoqda yo'q, uni og'dirmachilik deb tunib, bostirishni kuchaytirdi. Men dal shundoq o'qitishlar ichidagi davlat qonuni ona tilni qo'g'daydi. Siz qo'g'day oldingizmi degan shuarni ko'tarib chiqib, bostirilganlarning biri edim. So'roqda bildimki, G'arbda o'qiganim G'arbga moslashib xalqni ona til yaslisi nomida quturitishimga sabab bo'lganmish. 11-sentabrdan boshlab oktyabrning boshlarigacha bo'lgan so'roqda mening Amerika boshchiligidagi G'arb kuchlarining Junguni bo'lish planiga qandoq moslashganligimni, Amerikadan Robiya Qodirning yoki Markaziy axborot idorasining topshirig'i bilan nima ishlarni qilganligimni iqror qilish haqida qistashlar eng ko'p bo'ldi. Hatto Amerikada kimning oldimga chiqqanligi, nega joylashganligim, tunji haftasi nimalarni qilganligim va kimlar bilan ko'rishganligim tafsili so'raldi. Xudoga shukri, xotiram soz ekan. Men Amerikaga tushgan kuni yotiqida qo'ngan, men erishgan
Ford mukofoti bilan Kanzas universitetida o'qiyotgan Xitoy saboqdoshning va meni aerodromga olg'ili chiqqan Mo'ng'ul saboqdoshning ismini deb berdim. So'roqchilar to'rga kirib, bu ikki ismni topoladi. Ular Facebookda bor ekan. O'ylarim chechilib ketyotdi. Ba'zi so'roqlardan xotirjam bo'lib qolatdim. Ba'zi so'roqlardan tinim jug'uldaydi. Bo'libmi Erkin Osiyo radiosi, Markaziy axborot idorasi va boshqa g'arb tashkilotlari degan so'zlar xatarlik edi. Meni o'qishga tanlagan Ford mukofoti g'arb tashkiloti edi. Xitoy Erkin Osiyo radiosini ag'durmichi, quturatqu, bo'lginchilarning kaniyi deb bilatdi. Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yer shari vaqti gazeti yuqorqi mazmunda bir parcha maqola e'lon qilgan edi. Meni bu organlarga bog'lasa, muddatsiz kesilib ketishim mumkin edi. Uyqum kelishning o'rniga navbatchilik vaqtim kelib qoldi. Yuz ko'zimni yuvib, siriq kasayamni kiyib, siyosiy jiletkini kasaya deb atab olgan edim. Xalaning yinidagi muavin navbatchilik o'rnimda tik turdim. Har qitim muavin navbatchi degan gapni o'ylasamla kulgim keladi. Uyg'urlarga ma'muriyatda amalning doim muavini tegatdi. Tadqiqot o'rinlaridami muavin tadqiqotchi Uyg'ur bo'ladi. Mushu qamoqxonadami menga tekkini muavin navbatchilik bo'lgan edi. Navbatchilikda odatim bo'yicha avval joyimda turib tarligicha sakradim. Ondan yozishga boshlagan Qizimning Amerikasi degan kitobimga mos temalarni bir-birlab o'ylab chiqdim. Har temaga yoziladigan mazmunlarni o'ylashga kelganda yana xiyolim so'roqlarga ketdi. Koridordagi tamga o'rnatilgan soat yana to'liq bir soatning borligini ko'rsatib turadi. Ko'zimni koridordan elib, kamera eshigining ustidagi panjaraga tikdim. Oy degan ovozim sirtqa chiqib ketibdi. Bosh navbatchining og'zini yum deb varqirishimi kayfimni qochira olmadi. İxtiyorsiz sakrab ketibdiman. Xushalliqdan sakrab ketdi desa, nima deydikin debdikanman. Bosh navbatchi, nima sakraysan yana degandila, sakrab ketganimni tuydim. Qamalgandan buyon tunji qitim kechida osmonning, oyning mavjudligini his qilib, hayajonlanib ketdimmi yoki kechini yo'ritgan oyning ko'z oldimni, umidimni, ko'nglimni yo'ritishni unutmaganligidan suyundimmi? Bilmayman. Panjiradan kulimsirab qarab turgandekla ko'ringan oy shu qadar to'lgan ediki, yuzidagi dog'larga qadar aniq ko'rinadi. Oyga qarag'ancha ko'nglim yo'ribla ketdi. Demak, sirtda jahonni butunlay qorong'ulik qoplab ketmabdi. Men ko'rayotgan vahima, ansizlik, vahshiyliklarning kuchi cheklik ekan. Oyni osmonga qamab qo'ymabdi. Qara bulutlarmı uni yutib ketmabdi. O'zini kuchlik sanagan, yengilmas bilgan, hammaga qodir degan kompartiyaning oyni qamayolmag'ini, kameraga tushgan oy nurni to'sib qololmag'ini mening g'alabam edi. Urumchida ularning qamag'ini, qamayolg'ini faqatla men ekanman. Oy osmonda erkin ekan, oy nurga chumgan dunyo hayot. Sirtda jonliqlar harakatda ekan. Oyni qamoqqa solab chiqolmas qilib uning nurini boshqarolmaydigan bu partiyaning meni bu sisiq zekashga mangu band qila olishi, ruhimni iskanjida sundira olishi mumkin emas ekan. To'g'ri, oyni hech bir kuch tushab qo'yolmaydi. Men ko'rolmagan bilan yulduzlarmi cho'qim charaqlab ketdi. Oyni hech kim tingib bog'lab qo'yolmaydi. Qiynab so'roq qilolmaydi. Qamoqqa ololmaydi. Nomusiga tegib qo'rlay olmaydi. Oyning nurini hech bir hukumat, hech qanday partiya istilo qilolmaydi. Bizda oyning 15i yo'ruq, 15i qorong'u degan gap bor-ku. To'g'ri. Oyning qorong'u vaqti o'tib, yo'ruq vaqti kelibdi. Oy chiqqanda bir gap bor. Bu bir yaxshilikdan bishorat. Oy mushundaq to'lganda bo'libmi mushundaq panjiradan meni yo'qlagandek ko'ringanda, bugünkidek g'amga patgan kechasi ko'ringanida cho'qim bir gap bor deb pichirladim o'zimga.
Meni yo'qlab panjaraga kelgan oyga qaragancha, o'zimni qamoqda emasdek, o'gizda osmonga qarab yotgandek, uchayotgandek his qilishga boshladim. Balkim qizim Masuda mushu oyning nurga bo'linib uxlayotidi. Uning sarg'uch sochlarini onasi cho'qim chiroyli qilib tarab qo'ydi. Hey, balkim maktabga kirgan bo'lsa, o'quvchilarga choch qo'yg'izmaydigan bo'lg'achqa, umu quyuq sochlarini so'kal paxtakda qo'yishga majbur bo'lgandi. Qizim choch taraganға amroq edi. Uyg'uriyam singlimga o'xshaydi. Kirpiklari qo'yuq, ko'zlari cho'ng ham nurliq. Anam bu ikkisini ko'rsa, meni ko'rgandek bo'lar. Esimga anamning tungluk beshiga oy keldi, allay balam allay, yigit beshiga kun keldi, allay balam allay degan naqsi keldi. Har qitim qishga chiqsam, "Buda qachon chiqsan?" deb so'raydigan anam haqida o'ylashni davom qilolmadim. Anam kichikimda yangi oy chiqqanda "Assalom oy" deb salom qilishni o'rgatgan edi. Shuni deb baqqum keldi. Hur dunyoga mansub hech bir puroq, ovoz va balga uchirmaydigan yeyish, ichish va chiqarishdan boshqa insonlikqa xos barliq omillar rad qilingan bu yerdan erkinlikda yashayotganlarga oydin salom aytqum keldi. İnsan yaratgan madaniyatning bisharati bo'lgan biror harf yoki biror tovushni to'rt tomning sirtiga yetkazgili bo'lmaydigan bu yerdan oyga qarab, "Assalom oy, g'oyib bo'lgan adolatga, aqlini yo'qotgan hokimiyatga, uxlab qolgan haqqoniyatga salom degin. Onamga salom aytqin. Oydek qizlarim, ayolim, yo'limga talmurayotgan qarindoshlarim, dilimdagi do'stlarim omon bo'lsin" deb pichirladim.